Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa biza navbatdagi ko'mir kotyolimizni Nuks'a dastlabki etib berayotimiz. Bu kotyollarimiz 150 kvadratdan 250 kvadratgacha 1 yil kafolatini ega. Xudo xolasa bizdan asosiy kotyollarni oldilar. Qolgan otobliniyalari avvalgi ko'na otobliniyalari bor ekan, shunga ulid ekanlar endi. Ikki jo'ra ikkisi zakaz berdi. Yine Xudo xolasa dastlabki etib berayotimiz. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bizda de batareyalik xizmatlari, kotyol xizmatlari, otobliniyalik etadigan xizmatlarimiz hamma narsamiz bor. Şu videoni ko'rtirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, ishonda beni batareyalarni turli xil nelari bor, biometal, element, dur element, masalan her xil turdagi nelerimiz bor. Turbalarga keladigan bo'lsak, mana turbalarimiz ham bor yine. Her xil turdagi turbalarımız var. Razmerleri, kalınlıkları 1,5'dan ta 3'lükgacha kalınlıkta turbalarımız var. Bize endi sizlarga manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan bizning manzilimiz. Asosiy manzilimiz Paxtakor mahallasida joylashgan. Bu tarafdan kelsangizlar yine Qaraqalpoqdan kelsangizlar bo'ladi, Gullandan kelsangizlar, Urganchdan kelsangizlar bo'ladi. Bu tarafdan kelsangizlar Tamojlidan kelasizlar, Maqtamqulidan kelasizlar, Turkmanistondan kelasizlar. Bu tarafdan kelsangizlar Xiva, Yangiariq, Qo'shko'pirdan kelasizlar. Xudo xolasa yine bizning asosiy ishimiz gazlash qurilma hududlarini ko'mirli kotyollar bilan ta'minlash. Xudo xolasa kotyolimiz ham yine Nuks'a qarab yo'l oldi. Xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bizda otobliniya etadigan ustalarımız ham bor. Polni otobliniyalaringiz bilan kafolati bilan chiqarib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.